Ben o'ylaymanki, bu sanatoriy bizni xalqimizga kerak. Turkiyaga boraman deydi, o'zimiz ham bordik. Shu Yevropaga ham bordik, Turkiyasiga ham bordik, boshqasiga ham bordik. Bizni ayolimiz shundan bir naf topmadi. Mana kelib 3-kuni, 4-kuni uxladi o'zi. Mana shu sanatoriy sizlarni talablaringga eng yuksak talablaringga javob beradi deb o'ylayman. Bu suvni shu qudrati shundayki, ota-onalarimiz, qarindosh urug'larimiz, butun biz bilgan odamlar beli og'rigan, oyog'i og'rigan, qo'li og'rigan, mana shu haligi qaqshaydigan odamlar kelib 2 marta, 3 marta kelsa, mana shu yerdan shifo topgan. Shunday jononki, mana shu ko'kraging to'lib nafas olasan. Mana shu yerdan to'liq minnatdorlik bilan ketyapman. Oilam bilan kelganman, singlim, oilam bilan uchalamiz kelganmiz. O'zimni kollegalarimda, shoirlarda, yozuvchilarda, jurnalistlarda mana shularga kelishlarini taklif qilamiz. U suvni shu qudrati shundayki, ota-onalarimiz, qarindosh urug'larimiz, butun biz bilgan odamlar beli og'rigan, oyog'i og'rigan, qo'li og'rigan, mana shu haligi qaqshaydigan odamlar kelib 2 marta, 3 marta kelsa, mana shu yerdan shifo topgan. O'zim ham biz hozir 1999-yilda maxsus farmon bilan tashkil qilingan Yangiobod tumanini Uchturgan va Havotoq qishloqlarining o'rtasidagi bir go'zal go'shadamiz. Bu go'shaning nomi Xayr Havotoq. Mana shu bu yerga kelib hozir 10 kun bu yerda hamma xizmatlaridan foydalanib, juda yengil bo'lib, ruhiyatimiz yengil bo'lib, oyoqlarimiz og'rirdi, mana og'riqlari qolib, bellarimizda og'riqlari qolib, endi Toshkentga qaytyapmiz. Mana yonimda Abdullajon akam o'tiribdilar. Bu kishi asli Oltiariqlik buyuk shoirimiz Erkin Vohidovni hamshaharlari, hamyurtlari. Lekin bu yerda mana ukalarimiz shu koshonani qurgan ukalarimizni iltimosiga ko'ra shu tarixini aytib bersangiz bo'lar deyishdi. Shuni bir aytib bermoqchiman. Bu joylar 1926-yilda Xovos rayoni tuzilgan. Shu Xovos rayoniga Toshkent viloyatini Xovos rayoniga 26-yilda berilgan. O'ratepagacha shu yerlar berilgan. Endi bu yerda shunaqa qishloqlar bor. Jo'langar, Sarmich, Balandchaqir, Sovot, Uchturgan, Changovul, Qo'shqan, Xo'jameshkan, Feruz, Varqin, hozir bu Zarqin, Varqin, va boshqa qishloqlar. Bu yerda 33 ta qishloq bor. Shu 33 ta qishloqda bu sanatoriya joylashgan joyi Havotoq qishlog'i bilan Uchturganda o'rtasida. Mana narigi Kunchiqar tomonda Qo'shqan qishlog'i bor. U hozir aytdim boshida Yangiobod tumaniga qaraydi deb. Yangiobod tumani Balandchaqir mana shaharchasi. Endi shu tarixi, oldingi tarixlari bu yerda hamma bu qishloqlar 15-14-asrlardan ma'lum. Lekin Savot qishlog'i va Jo'langar qishlog'i tarixi 3000 yil. Nima uchun? Mana shu hozir mana shu yerda o'tirgan odamlar ham bilar ekan. Mana shu Havotokda Jo'langar tomoniga qarasa, shu tepaliklar Nura deb ataladi. Nura shaharchasi deb ataladi. Bu Samarqanddagi tarixiy institutda ham, Dushanbeni tarixiy institutda ham shuni yozilgan, Nura degan. Bu haqda masalan men o'zim Jo'langar qishlog'i degan kitob yozganman. O'sha tarixiy ilmiy asarlardan foydalanib yozganman. Shu Jo'langar qishlog'i mana orqada turibdi. Endi shu janub tomonda Tojikiston Respublikasi chegarasi o'tgan. Darrov shu tugashi bilan Nijoni qishlog'i keladi. Endi men buni qishloqlarda tarixini mana aytganda shu bu yerdan juda ko'p olimlar chiqqan. Masalan, O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva, shu yerlik.
Pirimqul Qodirov Iskandar qishlog'ida yashab, Jo'langar qishlog'idagi maktabda o'qigan. Bu yerda ko'p yozuvchilar, shoirlar, san'at arboblari, davlat arboblari bor. Masalan, aytaylik, Mirzo Ulug'bek Abdusalomov, o'sha o'zlarini sohasida general, mana Konstitutsiyon sudi raisi, Ravshan Haydarovich Haydarov, general mayor, hozirgacha mana davlat xizmatida ishlaydilar. Mana shu Sirdaryo viloyatining hokimi bo'lib ishlardilar bir paytlarda. Abdullajon akam ustozlarimiz, hammamizni ustozimiz Abdullajon akam mana qancha bir Mehnatobod rayoni, Bayovut rayoni, Zardor rayoni, Zomin rayoniga rahbarlik qilganlar. Bir vaqtlar Jizzax oblast partiya komitetining birinchi sekretari bo'lib ishladilar. Ularning ustozlari Xudoyor Latipov, mana masalan Piskentda raykonning birinchi sekretari bo'lib ishlagan, kolxozlarda, savxozlarda rahbarlik qilib, paxtachilik, qishloq xo'jalik sohalarida nihoyatda katta natijalarga erishgan ulug' odamlardan Tursunboy Latipov, u ham o'z vaqtida o'sha paytdagi qahramon unvonini olgan, Oliy Sovet deputati bo'lgan odam. Shu mana shu qishloqlardan chiqqan odamlarni sanaversa sanog'i ko'p. Juda mashhur o'qituvchilar chiqqan, jurnalistlar, aytdim, olimlar chiqqan. Shuni tarixini masalan odamlarga tushuntirishda mana shunaqa qilib tushuntirsa yaxshi bo'ladi. Bu aytyapman-ku, 1926-yilda Toshkentda sostavida, tarkibida Xovos rayoni tuzilgan. 1963-yil Xovos tumani yangi tashkil qilingan Sirdaryo viloyatiga o'tgan. 1999-yilgi farmon bilan mana shu Xovos rayonini temir yo'ldan janub tomondagi qismi yuqori deyiladi. Betlar hamma odam yuqori aytiladi. Shu dengiz sathidan shu 900 metr baland deb hisoblanadi. Shu yerlar bu Yangiobod tomoniga o'tkazilgan. Demak, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyatida bo'lgan bu qishloqlar, mana shu qishloqlar keyin hozir mana 99-yildan Jizzax viloyatiga qaraydi. Mana endi bu shaxsan bu sanatoriyga keladigan bo'lsak, bu reklama emas. Chunki men shu yerga odami bo'lib shu yerga ishlaganman. Shu Sirdaryo oblast partiya komitetining sekretari bo'lib ishlaganman. O'sha paytdan keyin oblast ijroiya komiteti raisining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlaganman. Yangiyerda hokim bo'lganman. O'zim mana shu Jo'langar qishlog'ida tug'ilganim uchun biz yoshligimizda hali 10ga kirmasimizdan Xovosga ko'chib o'tganmiz. Shu Xovosda temir yo'l maktabida o'qiganman, lekin butun umrim o'zimni tug'ilgan joyim mana shu qarindoshlarimiz mana shu 33 ta qishloqda hammasida bor. Kimdir bizni qarindoshlarimiz kelin bo'lib tushgan, ulardan kelin olganmiz. O'ratepa masalan, ayniqsa O'ratepa bilan shu qishlog'imizning yarmi ayalarimiz O'ratepadan. Ular endi qizlarini, o'g'illarini bergan, shunaqa qilib qarindosh urug' bo'lib ketgan. Masalan, meni onam Andijonlik. Shunchalik bu qishloqlar hozir juda ham har tomonda odamlari, millatlari ham har xil. Hech kim uni so'ramaydi. Odamgarchiligi, muomalasi, madaniyatiga qarab baho beradi. Bu joyda bu joy ilgari Sirdaryo garesini 1900 1983-yilda bu 82-83-yilda bu sanatoriy bo'ldi. Sharob Rashidov shu haligi Sharob Rashidov shu o'zlari tashabbus qilib mana shu sanatoriyni qurgan edilar. Naryoqda nargi tomonda, janub tomonda temir yo'llar qurdi. Xuddi chiroyli sanatoriy qurildi. Keyin yonida kasaba uyushmalari qurildi. 3 ta katta sanatoriy bor edi. Endi vaqt ketgan, ular haligi imoratlar cho'kkan, o'zini qiymatini yo'qotgan vaqt o'tib ancha mana shularga ham ko'p yil o'tib ketdi. 30-40 yil o'tib ketdi. Endi ular endi ancha tashlandiq bo'lib qolgan. To'xtatilgan faoliyati taxminan 2000-yilda, 1999-yilda oxirlarida 2000-yilda faoliyatini to'xtatgan. Mana shu Gresniki bu. Yonida tabiiy ma'dan suv keladi. Bu ma'dan suvi
mana o'sha yerda tug'ilib o'sib, mana hozir 80ga yaqinlashib qoldik. O'zim ham shu bir avtomobil avariyasida oyoqlarim sinib, qo'llarim sinib kelganda, shularni hammasini mana shu yerda o'tirib, Toshkentda kelib shu yerga davolanib ketganman. Yaxshi bo'lib ketganman. Endi qolganlarini endi bu sanatoriyni mutasaddilari telefon qilsalaring, o'zlaring bilsalaring bo'ladi. Endi nimasi yaxshi bu yerda? Birinchidan shu judayam haligi shu manbani yaqin, o'sha issiq suv chiqadigan 57 gradusdan chiqar ekan, shu judayam yaqin, mana yonginasida turibdi, issiq keladi. Ikkinchidan shunday yotadigan xonalari toza. Har kuni haligi xodimalar kirib, tozalab, hech bir gardi qolmagan. Katta dushxonasi bor. Hamma sharoitlari bilan. Quritadigan joylari, bosadigan joylari bilan hammasi bor. Yotadigan joylari shunday, hammasi ko'rpa yastig'i mana shu chiroyli, yangi, oppoq. Bu davolanadigan joylari juda professional vrachlar bor bu yerda ekan, bor ekan, mana bu ko'rdik. Bizlarni ko'rib, yaxshi tashxis qo'yib, keyin mana hamma qanaqa shu kasalga, bizlarni kasalimizga shu davo bo'ladigan bo'lsa, vannasi ham bor, hammomi ham bor, turk hammomi ham bor, hali bochka degani ham bor, hammasi bor. Shu haligi o'shani manbadan keladigan loyni olib kelib ham issiq qaynoq loyni qo'yar ekan, unaqasi ham bor, parakin deganlari ham bor. Ukoli ham bor, boshqasi ham bor. Men o'ylaymanki, bu sanatoriy bizning xalqimizga kerak. Bizning xalqimiz bunday arzon va judayam chiroyli bir unaqani topish qiyin. Bu shu kasallik bo'yicha. Boshqa kasalliklarda ham mana masalan ichak kasalliklari, bosh og'riqlari yaxshi. Eng asosiyini aytsam, bu yer jonon havosi bor. Shunday jononki, mana shu ko'kraging to'lib nafas olasan. Mana shu bilan to'liq bir minnatdorlik bilan ketyapman. Oilam bilan kelganman, singlim, oilam bilan uchalamiz kelganmiz. Men o'ylayman, mana Abdulajon akam aytadilarki, qachon kelsangiz eshik sizga ochiq. Hammaga ham aytadilar, bitta menga emas, hammaga aytadilar. Judayam yaxshi, xodimlari yaxshi. Mana ovqati, odamlar darrov ovqat so'raydi, ovqatlari ham shirin. Pazanda bir singlimiz bor ekanlar, shular mana xizmat qilyapti. Baraka topishsin hammasi. Ularga biz mana shunday Toshkentdan uzoq bo'lsa ham mana shu xalqqa bir foydasi tegsin deb ochgan yaxshi niyatlar bilan shu yaxshi niyatlarga yetsin deb qolamiz. O'zimni kollegalarimda, shoirlarda, yozuvchilarda, jurnalistlarda mana shularga kelishlarini taklif qilamiz. Kerak bo'lsa mana shularda bir press konferensiya o'tkazib, ularda xalqimizga aytishimiz kerak. Hozir yosh kattalarda kimni so'rama, oyog'i og'riydi, beli og'riydi, davosini topolmaydi. Turkiyaga boraman deydi. O'zimiz ham bordik. Shu Yevropaga ham bordik, Turkiyasiga ham bordik, boshqasiga ham bordik. Bizni ayolimiz shundan bir naf topmadi. Mana kelib 3-kuni, 4-kuni uxladi o'zi. Bu bir mo'jizaligini bilganing uchun ilgari ham bu yerda davolangan. Shuning uchun shu yerga keldik. Biz endi doim mana shu sanatoriyga, buni nomi yana qaytib aytaman, go'zal xayr ehson deganday. Ham shu Nijon nima? Nijonida oldida Uchturgani o'rtasidagi mana shu sanatoriy sizlarni talablaringga, eng yuksak talablaringga javob beradi deb o'ylayman. Salomat bo'linglar.